Kadastrchiman butun respublika bo'yicha 937-son qonun ijrosi yuzasidan xatlov o'tkazmoqdamiz. Biroq ayrim mahallalarda mana bunday holatlar kuzatilmoqda. Hamma hujjatlarim joyida. Lekin ko'rsata olmayman sizlarga. Kechroq soat 5dan keyin kelinglar, xo'jayinim keladilar. Uyda hozir hech kim yo'q. Bu esa qorli, yomg'irli kunlar bo'lishiga qaramay bitta obyektga bir necha bor takror borishimizga va mazkur holat rejadan tashqari ortiqcha vaqt yo'qotilishiga sabab bo'lyapti. Xatlov bo'lsa, menga nima foyda deyishingiz mumkin. Mulkka bo'lgan huquqlar tasdiqlangandan so'ng o'z uy joyingiz qonuniy rasmiylashtiriladi. Boshqa shaxsga sota olasiz, oila a'zolaringizni doimiy ro'yxatga qo'yish huquqi paydo bo'ladi. Shuningdek, uyingizni garovga qo'yib kreditlar olishingiz mumkin. Agar uy-joy jamoat ehtiyojlari uchun olib qo'yiladigan bo'lsa, qonunga muvofiq kompensatsiya talab qilish huquqiga ega bo'lasiz. Sizga yaratilgan mazkur imkoniyatdan foydalanishingizda biz sizga xizmat ko'rsatishimiz lozim. Ana shuni amalga oshirishimizda yordam bermoqchi bo'lsangiz, shu joyga alohida e'tibor qarating. Eng avvalo, kadastr.uz sayti orqali mahallangizda qachon xatlov o'tkazilishini aniqlab oling. O'sha kuni o'z xonadoningizda bo'ling. So'raganimiz kadastr xodimlari uyingizga xatlovga borishganida vazifalarni bajarishlari uchun imkoniyat yaratishingiz kerak xolos. Zero bir mahalla xatlovini yakunlamay boshqa mahallaga xatlovga borish mumkin emas. Bir uyga bir necha marotaba takror borish oqibatida tasdiqlangan reja jadval bo'yicha kechikishlar yuzaga kelmoqda. Shunday ekan, qo'shni mahallangizning belgilangan xatlovi o'z vaqtida boshlanishi nafaqat kadastr xodimlariga, balki sizga ham bog'liq. Demakki, avvalo o'zimizni, qolaversa boshqalarning vaqtini qadrlaylik.